Assalomu alaykum hammaga. Men Dilmurod Nurmurodov. Bu mening YouTube kanalim. Ijtimoiy tarmoqlardagi videolarga o'zimizning reaksiyamizni, fikrimizni bildiramiz. Bizlarni kuzatishda davom eting, obuna bo'ling, like bo'lsin. Qani unda boshlaymiz. Oilada nechta farzandsizlar? Oilada 4 ta farzandimiz, 2 ta singlim, bitta ukam bor. Siz nechinchi farzandsiz? Oilada nechta? Hayajonlandi shekilli. Da bo'lishi mumkin. Zapaska farzand. Yo, men dadamning ukasiman. Biroq, yo'q, katta akam qiz. Instagram videolar tarqalayotgan yechinganlarniki именно mana shu polni viloyatlilar-yu, Toshkentlik qizlarniki yo'q qaytaniga. Chunki diyonatli-da, anaqali, oriyatli, o'shaning uchun. Ular Instagramda chiqmasdan qiladi. Rahmat. Bular Instagramga chiqmasdan qiladi deb qo'yadi. Yo'q, balki shu sir aka. Toshkentda chunki qiz bolani o'zi yo'q. Diyonatli, oriyatli, ibodli, hayoliy jalab gapiryapti. To'pli bol qilgandan keyin qalin qilib beton quyish kerak deydi. Shu rostmi? Bo'lmasa oyoq kuyib qoladi, dotdi bolalar. O'tirsiz ko'tilish qo'yadi deydi. Avgustda yoqsa dekabrlarga borib issiq kerak deb qo'yadi. Da, o'zi ham вообще qalin qilib qo'yibdi-da. Aka sehrgarmisiz deb qo'yibdi. Men ko'ryapman deb. Я в шоке, как технология. Играл на гитаре, она пела «Кунту майтамхи бухурил гайва». Aka X-picham bo'lsa ekan-ku. Pensiyani 2x qilmoqchi edilar. Pensiyani kartaga o'tkazish oqibati deb qo'yibdi. Voy. O'ylayapman-da, kimga qolyapti hozir. Hozir o'ylaydi men. Bu tarafga qo'yiladi-yu bu. To'xtanglar. Ha, shu tarafda. Bilmayman nima qilsak ekan-a? Ista shogird shekilli hali. Kobaltni teskari qilib ko'rish kerak deb qo'yibdi. Balki boshqa kobaltdir deb qo'yibdi. Oldi tomonga ham qo'yib ko'ringlarchi, balki to'g'ri kelar deb yozibdi. Stella nomi ojiz baliq. Tamahım açıp yığılamay kaldım. Gaflat basıp sizni yo'qlamay kaldım. Opacanım dertleşkeni kelin bir kecham. O'zi ham rosa bir hayotda xafada aytyapti-da. Opamga jo'natsam mani chorni qilib qo'ydi. Bizda o'tkazib yuborish imkoniyati bor. To'yda o'tirganlargacha debdi. Opamga tashlasam yo'qlamay qo'yishdan qo'rqyapman debdi. Vodiyliklarning eng shirin gaplaridan biri. Vodiyliklar ko'rayotgan bo'lsalaring kommentariyga yozib ketinglar. Yana qanaqa shirin so'zlar bor mana shunaqa. Sevaman. Marjona, to'ra sama kalni mansin. Sama yere. Marjona sevaman. Marjona yaram, marjona. Sevaman. Voy blin. Videoni marjonalarga yuborib qo'yinglar. Do'stlar. Hozir Videoga bo'lgan reaksiyaga reaksiya qilyapmiz. Ayolimni sevishimni aytaman.
Ha yo'g'i, kimimiz endi ha mayli. Tabriklaymiz. Qani? Daqaking endi sizdan daqaking. qarab turib qiz buxtan quruq qolganda deb shu odamlar ustidan kulmaydimi o'zlari majbur qiladi da to'g'ri doim shirin olmani qurt yeydi degani shu deydi. Do'stlar, Aylanib ketishibmiz. Qarab turibmiz, buxtan quruq qolgan. meni ayolim. Bu ayolimni men juda sevaman. Millati, sen qattiq uyatsan, senga taniqlilar. Qani, bo'sh. Menga bitta savolda. Nimaga meni sevasiz? Nimaga? Qo'yin endi uyaltirmang. Tili shirinda aylanib ketib. O'zlaringni fikrlaring yozinglar. Mana shu ish to'g'rimi yoki noto'g'rimi shu bu xotinni butun ommani oldiga olib chiqsam. Давайте обсуждать qilamiz o'shani. Kommentariyaga o'zlaring fikrlaring yozib qoldiring. O'zbekiston Respublikasining Oila kodeksiga muvofiq sizlarning nikohlaringiz qonuniy qayd etildi. Sizlarni qonuniy er-xotin deb e'lon qiladi. Aytishlaricha kelin qiz bo'lib chiqmagan ekan. Voy yo. Akalar qaranglar, mana shu joyda tarnovda ichiga zanjir qo'yib qo'yibdi. Bu maqsad nima? Kim biladi? Kim bilsa javobini aytsin, bo'lmasa men o'zim videosini qo'yaman. Suv tepadan sakrashga qo'rqsa zanjirdan osilib tushadi debdi. Bolayam montaj qilishga sharoit qolmabdi. Hammasini birdan uribdi. Homilador pashsha raqsi debdi. 13 yoshda zo'rlangan chivin raqsi. Jin chaqirish marosimi. Tel sotiladi A32 aybi shu videoni ko'rgan. Menga bitta yigit kerak. 20 dan 25 yoshgacha bo'lsa, qizlar bilan jirtillab, likillab, jirt bola kerak emas. Kinlamaydigan qisib yo'q. Unday bolalarga san kerak emasda, to'g'ri. Jigar mana endi ko'tam chiqib ishlayapti unda. Topaman-da, jo'ra. Mana qarasang, men balandda chiqadi. Mana. Tushib ketsa ko'tayin chiqdi, jo'ra. Jo'ra o'yinni bilmayman. Tepada yuribdi. Tepani qara hozir. Akani tepada yuribdi. Akani qara. İzolator qo'yapti. Jo'ra xavfli-da. Ishdan non topish qiyin-da, jigar. Toshni bilaman, qarz so'ragan. Pokistonlik erkak ko'zini sotib iPhone oldi. Bizlarda Hatiya mashinasini sotyapti, xayr. Yana ishlab olar. Bilan qanchalar odam tupizm bo'lyapti, shu darajaga kelishga. Qulog'ini sotib, naushnik olsang. Putinni sotib tursa bo'lmaydi. Dadosh. Hov. Dadosh. Ana shuni nima qilyapsan? Yig'laganim yo'q. Jinni, meni aldolmaysan, bilasan, jonash. Bizlarda ham bo'lgan shunaqa holat. Endi uxlaysan, bittasi alyo deb turadi-yu, yoningda oshqoring yomon ta'sir. Afshi so'ramaydi, oshqoring yomon ta'sir qilar ekan. Parodiyami deb zarachidan quloqqa tiqadimi? Savol suv sakrab o'tadimi? U suvning problemasi. Orqa mahallada aylanib o'tadi. Meni tasvirga ol, Instagramga qo'yaman.
Instagraming bormi? 6 ta obunachim bor, ha? Selfie qilamiz. Bolalar o'g'ris xayriy qarayapti. U millionta like yig'adi. Zeta avlodda internet bilan tug'ilib o'sayotgan avlod. bir soat 40 minut yurgan payskamiz. Qani shu bo'laydi. Спасибо. Birat musofirdagilar taksichi, ha, onangni ko'tiga Yandex taksi. Spasibo. Voy haromlar. Yo biля. Sport shunaqa ham nur bo'ladimi? Ayt xotinga sekinroq chiqsin bile. O'ylangim ham kelmay qoldi debdi. Показывает кинокомпания TriStar Pictures. Tom Berenger. Jamshid sen to'g'ri yo'ldasan boss. O'zi nimadan chiqdi urush debdi. В фильме «Снайпер». Yana bitta Saturimizni azoblashga tayyorlanyapti. Da, brat. Mana shu akamiz Kabagacha velosipedda boring degan ekan. Agar shu videomiz 10 ming like, 10 ming komment kelsa, boramiz. Olg'a O'zbekiston. Yosh bolalar nimani orqasidan intilyapti? Bu bilan nimaga erishmoqchi? O'sha an'anaviy muammo. Raz hajga bormoqchisan, Kabaga bormoqchimisan, buni xalqqa bildirishing shart emas. Xalqqa bildirish uchun borayotgan bo'lsang, borishing ham shart emas. Prosmotrlarni ko'tarib, obunachilarni yig'ib, soqqa qilmoqchi bo'lsang, shu boshqa yo'l qilishing kerak. Обсуждаем, ребята. Fikrlaring yozib qoldiringlar. Hot yaxshi yozyapti. Uyda o'tirib kitobini o'qida, lutchi tay. Voyaga yetganida pasportini bemalol bo'laveradi. Rahmat hammaga. Meni obuna bo'ling, like bosing, kommentariy yozing va tanishlaringizga yuborib qo'ying.